Assalomu alaykum obunachilar. Mana bu bitta obyektimizda Lexan Kazirok qildik, katta ayvon. Уже oxirgi ishlari. Mana bu high-tech variant perila qildik. Ограждение. Ko'rishingiz mumkin. 8x8 nima? Stolcha yasab beribmiz. Buni ustun taxtalari bor. Shunga to'xtalgan taxtalari bor. Mana bu qo'ygan darvozamiz, ko'rgazgan edik. Mana yonboshini ham qo'ydik. Mana bu girdi. Bu yuqorilari. Kim mana shunday sifatli darvozalar naves kerak bo'lsa qilib beramiz. Polностью un profil ko'rishingiz mumkin. Bu tarafdan ham ko'rinishini ko'rsazaman. Общий ko'rinishi. Uzunligi 7 metr bo'ldi. 7 metr. Bunaqasi 3 ta stik tushdi. 3 ta Lexan. 630 ga 7. O'zi mavidan tarnov suvlarini tushiramiz. Zakonimiz